Assalomu alaykum. Navbatdagi mashq ko'rishni boshlaymiz. Bu og'ir ko'ptak sakrashi ekan. Tak, yaxshi. Bu yerdan to'xtab qolyapti. O'sha joylarni yo'qotish kerak. Mana bu yerda e'tibor berayotgan bo'lsangiz, tushyapti-da. Tak. Bu yoqqa yuryapti, bu tomonga. Mana bu yerda yurish yo'q. Qarang, to'g'ri tepaga chiqyapti. Birdaniga yuryapti bu yoqqa. Yuryapti. Yana to'g'riga chiqyapti-da. Keyin yuryapti bu yoqqa. Ko'rdingizmi? To'xtab yuryapti. Ya'ni bu yoqqa yurib kelyapti-da, to'xtab, yana yurib, to'xtab, yana yurib. Boricha. Tak. Mana shunaqa qilib to'xtab yuradi. Shu narsa yaxshi emas. O'sha to'xtashni yo'qotish kerak. Mana bu analiz qaysi os bo'lsa, o'q bo'lsa, x o'qimi, z o'qimi, y o'qimi o'sha bo'yicha o'qda zina effekti bor. Ne yurib to'xtab, o'sha narsa ne qilib silliqlab borish kerak. Tak. Endi qarang. Qarang, spacingda muammolarimiz bor. Spacingda qarang. Mana bu yerda o'zgarish pashti bir xil. Qarang, oralardagi masofa ozgina o'zgarayotgan bo'lmasa, mana bu yerda juda ko'p o'zgarib ketgan, ko'rasizmi? Birdaniga katta bo'lib ketgan. Unaqa emas. Spacingni doim muntazam o'zgartirish kerak. Masalan, kichkinaroq bo'lsa, shundan sal kichkinaroq. Mana bu to'g'ri. Birdan mana bunday bo'lsa noto'g'ri. Qarang, bittadan bunday katta bo'lib ketdi. Qarang, necha barobar. Neroq. Ko'rdingizmi? Har safar bir xil oshaverish kerak. Neroq. Qarang, neroq oshish kerak. Qarang. Har biri, qarang, har safar bir xil kattalikda ko'payyapti. Bir xil darajada ko'payyapti. Sizga mana bu katta oshdida, mana bu yerda oshmay qoldi, ko'rdingizmi? Mana bu yerda ham salgina oshyapti, mana bular pashti bir xil. Bunaqa bo'lish kerak emas. Har safar bir xil oshish kerak. Bir xil darajada. Bu yoq ham xuddi shunday, chiqishda ham xuddi shunday. Xuddi shu tartibda ishlab chiqadi. Tushishda ham xuddi shunday. Yaxshi. Keyin rotationni yo'qday, rotation qo'shing. Ozroq rotation bo'lgani sezilsin. To'xtaganda ozgina o'ngga, chapga yurib to'xtagani yaxshiroq. Hozir o'sha narsa sezilmayapti. Boribda qaytib to'xtab qolyapti. Borsinda uni dumalab kelib to'xtab, yana ozgina qalqib orqaga qalqiydi. Taxminan mana buncha. Keyin yana ozgina bu tomonga qalqiydi, mana buncha. Shunaqa qalqib to'xtasa, ancha yaxshi bo'ladi. Mana shular silliqlash kerak. Mana translation zitimizda o'sha. Mana shular. Rahmat e'tiboringiz uchun. Sog' bo'ling, salomat.